Assalomu alaykum. Mana aka, gumbani o'sha gumbani qozonida bu. O'zi spetsialniy o'sha gumba pirajka qovurishga, kefsili qovurishga spetsialniy mo'ljallangan, yasalgan, hamma joyi nержавейкali elektroqozon deyiladi-da. Elektroqozon mana bu krishkasi. Ichlari sitkali mana. Bu ichi tenti. Mana bu teshigi yog' tushirib olayotgan ventilni joyi. Tellari kачествоsi yaxshi narsa qo'yilgan. Tellari kачественный narsa qo'yilgan. Korpuslari hamma joyi nержавейка. 380 kabellari va balonchalari ham og'ir yukka chidamli. Endi mexanizm. Mana bu yerda mana o'sha mexanizm joylashgan. Bundan hech qism kabellari ochiq emas. Yopiq. Endi mana bu yerda mana kraynigi bor. Bu baribir har doim kraynidan yog' tushirish uchun bu yoqdan mana termostatdan o'chirib, undan keyin yog' tushiriladi. Har doim. Lekin izolyatsiya qilingan kabellar, hamma narsa izolyatsiya qilingan. Hamma joyi mashina ishlaydi, kamchiligi yo'q. Yangi narsa bemalol gazini berib ishlatsa bo'ladi.